Namangan 1990-yil dekabr. 1990-yil 3-dekabr kuni Namangan shahrida mahalliy aholi 5 nafar rus soldatlarini yoqib yuborgan. Rasmiy xabarga ko'ra, voqea maishiy mojarodan boshlangan. SSSR ichki qo'shinlarining 5 nafar soldati shahar avtobusida ketayotgan edi. Ular aroq ichib olgan mast askarlar edi. Soldatlar avtobusda o'zlarini hayvondek tutdilar. Qizlarga shilqimlik qildilar, haqorat qildilar, qizlarga qo'l uzatdilar. Avtobusdagi o'zbeklar g'azablandi, janjal boshlandi. Bir kishi soldatlar ayollarni zo'rlayapti deb qichqirdi. Odamlar ayollarni himoya qilish uchun ko'chaga chiqdilar. Bir necha daqiqa ichida avtobus atrofiga bir necha ming kishilik olomon yig'ildi. Soldatlarni avtobusdan sudrab chiqib kaltaklashdi. Keyin ustilaridan benzin quyib, ularni yoqib yuborishdi. Mening ismim Po'lat Oxunov. 1990-yil dekabrida men SSSR xalq deputati va Birlik demokratik harakati rahbarlaridan biri edim. Biz O'zbekiston xalqining o'z yerida xo'jayin bo'lish huquqi, ozodlik va adolat uchun kurashganmiz. Aynan shuning uchun ham men katta fojiaga aylanishi mumkin bo'lgan o'sha voqealar markazida bo'lib qoldim. 3-dekabr kuni kechqurun men Shahrixonda edim. U vaqtlarda aloqa yomon, hali internet, mobil telefon degan narsalar yo'q. Namangandan birlik faollaridan biri telefon qildi. U hayajon ohangda xabar berdi. Mast soldatlar avtobusda qizlarga shilqimlik qilishdi. Odamlar chiday olmadi. Janjal boshlandi. Soldatlarni kaltaklashdi, keyin yoqib yuborishdi. Ertasi kuni butun shahar yondi. Bugun Ukrainada o'q otayotgan va ukrainaliklarni o'ldirayotgan o'sha sovet o'rislar armiyasi namanganliklarga qarata o'q ota boshladi. Bu endi avtobusdagi janjal emas, balki bu o'zbek xalqiga qarshi urush edi. 4-dekabr kuni ertalab men Shahrixon birlik rahbari Akbarali Oripov bilan birga Namanganga yo'l oldim. Darhol Namanganning markaziy maydoniga bordik. U yerda minglab odamlar to'plangan edi. Xalq g'azabda va motamda. Kechagi qirg'indan norozi xalq maydonda adolat talab qilib turar edi. Maydon atrofi avtomatli soldatlar bilan o'rab olingan. Soldatlarning barmoqlari tepkida edi. Men buni ko'rdim. Maydonda birlikchilarimizni Nosir Zokirov, shoir Yodgor Obid va birlik yetakchilaridan biri Mahmud Inoqovni topdim. Yodgor Obid halok bo'lganlarning xotirasiga Ota ot itvachchalar deb nomlangan she'rini yozishga ulgurgandi va uni maydonda xalqqa o'qib turgan edi. Uning ovozi butun xalqning ovozidek edi. Toliqqan, lekin shiddatli. Menga maydon yonida harbiylar shtab tashkil etilganligini xabar qilishdi. U yerga Moskvadan generallar, SSSR Mudofaa vazirligi zobitlari uchib kelishgan edi. Men SSR Oliy Kengashi deputati sifatida o'sha yerga yo'l oldim. Ammo yo'limni soldatlar to'sdi. Avtomatlarini to'g'ri ko'ksimga qadashdi. Men xotirjam, lekin qat'iy ovozda ularga qarata, men deputatman. Menda Mikhail Gorbachov imzolagan guvohnoma bor. Agar o'tkazmasangiz, qonunni buzasiz va tribunal oldida javob berasiz deb aytdim. Askarlar ikkilandi, keyin boshlig'ini chaqirishdi. Oxir-oqibat meni ichkariga qo'yishdi. Harbiylar to'plangan shtab ichida baqir-chaqir, so'kinish, qo'rquv. Generallardan biri meni ko'rib, men Moskvadan bosmachilarni gaplarini eshitish uchun kelmadim. Maydondagilar tarqalishmasa, hammasini otib, qirib tashlayman deb baqira boshladi. Men to'g'ri generalning oldiga borib, baland ovoz bilan bizni bosmachi demang. Bosmachi bu bosqinchi. O'zbek o'z uyida bosqinchi bo'la olmaydi. Qurol bilan bu yerga sizlar keldingiz. Sizlar o'zlaringiz bosmachi va bosqinchisizlar dedim. Bu gaplarimdan keyin general jazavaga tushib yana baqira boshladi. Mening askarlarimni yoqib yuborganlaringni kechiradi deb o'ylayapsanmi? Senlarni hammangni shu maydonda qirib tashlayman dedi. Vaziyat borgan sari keskinlashib borayotgan edi.
Lekin shunday vaziyatni O'zbekiston hukumati raisi o'rinbosari Ismoil Jo'rabekov biroz tinchlantirdi. U ikki o't orasida edi. Bir tomondan qonga tashna Moskva, boshqa tomondan har narsaga tayyor bo'lgan o'zbek xalqi. U menga past ovozda "Po'latjon, bu general o'zbeklarga dars berib qo'yish niyatida. O'q ochsa o'zbeklarni ovozi o'chadi deb o'ylayapti. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak", dedi. Men ham o'zimni biroz bosib olib, o'rtada turgan generalga qarata, "Agar siz o'q otishga buyruq bersangiz, u qirg'in bo'ladi va natijada butun O'zbekiston oyoqqa turadi. Masalani tinch yo'l bilan hal qilishimiz kerak. Maydonda to'plangan odamlar bilan gaplashish kerak. Ular bilan muloqot qilishimiz kerak. Menga maydondagi odamlar bilan gaplashib, bir murosa yo'lini topishga imkoniyat bering", dedim. Oxir oqibat shunga kelishdik. Soldatlar maydondan vaqtincha chekindi. Men esa maydonda to'plangan xalq oldiga qaytdim. Maydonda to'plangan odamlarning talablarini tingladik va ularning talablarini hukumat va harbiylarga yetkazishga kelishdik. Agar xalqning talabi bajarilsa, xalq maydondan tarqalishga rozi bo'ldi. Maydondagilarning asosiy talabi bir kun avval hibsga olinganlarning barchasini darhol ozod qilish. Bu talabni eshitib, men shunday taklif qildim. Maydondagi to'plangan xalqning vakillarini saylaymiz va ular bilan birga barcha militsiya bo'linmalarini aylanib chiqamiz. Barcha hibsga olinganlar ozod etilganidan so'ng maydondan tarqalamiz. Maydonda to'plangan odamlar bu taklifimni qo'llab-quvvatladi va rozi bo'lishdi. Men yana harbiylar va hukumat vakillari to'plangan shtabga bordim. Xalqning talablari va shartlarini ularga aytdim. Yana harbiylar bilan uzoq tortishuv boshlandi. Yana baqir-chaqir boshlandi. Lekin oxir-oqibat rozi bo'lishdi. Ismoil Jo'rabekov ichki ishlar vaziriga qo'ng'iroq qildi va militsiya bo'limlariga xalq vakillarini kiritishga topshiriq berildi. Biz maydondagi xalq vakillari bilan Namangandagi barcha militsiya izolyatorlarini aylanib chiqdik. Militsiya bo'linmalaridan ozod qilinganlarni qichqiriqlar, ko'z yoshlar bilan ularni yaqinlari kutib olishdi. Odamlar o'z yaqinlarini tirik ekanini ko'rishgach, taranglik pasaya boshladi. Xalq asta-sekin, qadam-baqadam maydondan tarqala boshladi. O'sha kuni biz juda katta fojiani oldini oldik. Biz qirg'inni to'xtatdik. O'q otishsiz, qonsiz. Vaholanki hali ertalab hamma narsa Moskvadan kelgan harbiylar bizni shunchaki yer bilan yakson qilishlariga ishora qilayotgan edi. Hozir yillar o'tib tushunaman. O'sha kuni ikki dunyo to'qnashdi. Eskisi o'rislarning avtomatlari, buyruqlari, qo'rquvi va yangisi o'zbeklarning g'azabi va kuchayib borayotgan ovozi bilan. Biz bu ovozning eshitilishiga imkon berdik. O'sha kuni biz qirg'inni to'xtata oldik. Ammo Rossiya o'zgarmadi. O'shanda Namanganda yuz bermagan hamma narsa Ukrainada yuz berdi. Buchada, Irpenda, Mariupolda yuz berdi. O'sha avtomat taqqan o'rislar, o'sha o'risga qul bo'lishni xohlamaganlarga nafrat.